to'xta. Shahlomi? Aka! To'xta. To'xta. Kim? O'zi bosing. Aka, uraymi? Как раз ovqat pishirgan edim. Keling. Aytma qilganingni. Aka, so'ramay pullardan ming so'mgina ishlatuvdi. Ming so'm? Rostini ayt. 1,5 ming so'm ishlatuvdi. Ay, solnishga. Nimaga ishlatdingiz buni? Yuring aytaman. Yana diskontmi? Qada diskontda 55% chegirma bo'lyapti ekan texnikaga, elektronikalarga. Yuring ko'rsataman. Primer mikroto'lqinli pechi 12 oyga atigi 69 ming so'mdan. Fere gaz plitasi esa 12 oyga 179 ming so'mdan. 80 litrlik primer isitgichi oyiga 159 ming so'mdan. Lenovo notebooklar oyiga 449 ming so'mdan. LG'ning texnikalariga ham katta skidka bo'lyapti. Misol uchun 43 talik televizor 469 ming so'm. Akr mashinasi esa 699 ming so'mdan. Xolodilnik esa 879 ming so'mdan. Bu aksiya 1-dekabrdan 5-dekabrgacha davom etadi. Shunda shuncha pulni shu narsalar olamizmi? Yo'q, anaqa arzimayingina narsa oldim, o'zi kichkinagina narsa. Eshitsangiz, ha deysiz. Nima ekan? Mana shu iPhone 17 Pro Max 256 talik, oyiga 2,399 ming so'mdan. Ha. Diskont aka, qimmatga olmang, diskontdan oling.